yoqda hamma yoqda atirgul hidi, atirgullar ilingan, atirgullar solingan, bunaqa. Qaranglar. Shunday hidi ko'pillab chiqyapti. Biz aylanishga chiqib ketamiz. Bilmam, bitta ham atirgul qaranglar. Shunda o'rtada atirgullar tashlangan hamma yoqqa. Chiroyli-a? Masalan, hidlari prям hoteldan chiqdik, ozgina прогулка qilib, aylanib, sizlarga ham ko'rsataman. Bu otelimizdan chiqqandagi vid, kechqurun ham ko'rsatdim. Mana yo'lda o'rmonzorga o'xshagan joy ekan. Ko'rmanmiz вообще qirg'og'ida. Naryoqda ham nimadirlar bor ekan. Au. Вот. Tarafimiz aniq ekan. Nima deb parkovka unaqa yo'q ekan. Hamma yo'l atirgullarda shunday hidlari kelyapti. Mana bu qaranglar. Sanki seni görene kadar olanlar oldu, esirin oldu. Mana qaranglar. Har bitta uyda balkonidan, derazasidan, tashqarisida gulda, xullas mana ko'chani qaranglar. Mana yoqda ham, hamma yoqda. Hamma magnetiklar, mana qaranglar shirinligini. Mana bunaqa ham bor ekan. Вот mana shunaqada uychalardan hamma yoqdan atirgul chiqib turibdi. Mana hamma narsa magazinmi? Atirgulli. Atirgulli sovunlar. 5 sekund ko'rsam bo'ldi. Atirgulli atirlar. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Yomg'ir yog'yapti. Hozir ko'rsataman. Mana qaranglar. Uy! Qaranglar. Zo'r yog'yapti. Aylanishga chiqdik kech bo'lganda. O'shandan keyin bir aylanib kelaylik, chunki ertadan o'sha konsertlar boshlanadi. Festivalga chiqib ketamiz, shu bilan kun bo'yi repetitsiya, festival, kech qaytamiz. Hozir bir pas aylab olaylik deb chiqib ketamiz. Запомни этот миг таким, каким его ты никогда. Sizlarga aytdim-ku, har qadamda gullar. Mana bittasi. Mana yana bittasi. Qancha gul? Naryoqda rozovisi. Qaranglar, chiroyliligini. O'sha chiroyli. Hidlari ham zo'r hammasini. Sal bunisi qizil oq ekan. Mana qaranglar. عيني عيني عليك ورموش حواليك سقيني من حبك بصرخ. Öyle de güzeldi gözleri. Bıraksam içine bir kendimi. Tutuştur içine çek beni yavaş yavaş. Sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Ko'rsanglar. Mashallah.
diskoteka bo'layapti mana bu. Bizning mehmonxonamizdan shuna balkoni bor-da. Balkondan bunday chiqqanda mana shu manzaraga ko'zingiz tushadi. Ko'rgandan keyin odamning juda ham ko'ngli ko'tarilib ko'zlari quvonadi. Masalan, ko'rsataman. Solih shuncha nima qilasan, Solih? Solih shuncha ovqatni nima qilasan? O Solih. Shuncha ovqatni. Boring-ya. Voy! Qarang, yeb qo'ydingiz yarmini. Ana, ol. Ha. Hamma ovqat. Fayoza? Mashina bitta qoringa sig'dirasan zavtraqqa. Mana opalarniki. Завтракка ichdik. O, nimaga chiqar odamlar keldi. Iltimos mega. Nimali choy nima bu? Malinali, mevali, shirin. Malinali zahar choymi, malinali asal choymi? Asalindan qo'shdingmi? Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Reysga chiqish boshlanmoqda. Lekin avval birinchi klass, biznes klass, silver, gold, premium klass yo'lovchilari, o'ziga to'q boylar, aslzodalar, hayotda nimagadir erishgan va komfortda uchish uchun pul to'lay oladiganlar birinchi o'rinda chiqishadi. Endi ekonom klassdagilar, kambag'al va kam ta'minlanganlar, omadsizlar va bomjlar, 10 yil yemay ichmay yurgan pullarni to'plab bilet sotib olganlar undan keyin chiqishadi. Sizlar biznesdagilarni chamadonlar bilan birga uchasizlar. Aytgancha, o'zlaringni bir tiyinga qimmat Xitoy telefonlarini aviarejimga qo'yishni unutmanglar. I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed and it's outrageous. I'll take it all, baby doll. Whatever's been weighing you down. O'rtoqlar, rasman biz hozir cho'miluvchi. Katta basseynda. Ha? Davay, go. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar mana boyat. Fayoz oyog'im bosib olding. Yo'q. Ha, yo'q-e? Voy. Yana bos. Biz bizni ujundamiz. Shunaqa ujunim. O'rtoqlar, biz ujunga chiqdik. Mana bizani ujun. Bu yerda mana so'zlari. Opa. Opa Milanga, Fayozniki. Xullas o'rtoqlar, biz ujundamiz. Mana qo'y. Xo'sh, yaqinlaringiz sizga nimadir qilishayotganda esingizdan chiqib qolsa bahona topasizmi? Xo'sh, bahona topmayman. Yo'q, bahona topmayman. Yo'q, bahona topmayapman. Borini aytaman. Agar esingdan chiqib qolgan bo'lsa, esimdan chiqib qolibdi deyman yoki nimadir bo'ladigan bo'lsa, ishim chiqib qolgan bo'lsa, borini aytaman. Yolg'on gapirish kerak emas. Deyman, o'sha vaqtda o'zida aytaman. Choslam esimdan chiqib qolgan paytda o'zida aytaman. Borib olib, umidvor qilib, boshqalarni qilib aytmayman-da. Shu vaqtda o'zida aytaman. Assalomu alaykum, rебята. Yaxshimisizlar? Xullas bu yerga kelib rus bo'lib ketaman mana. Xullas mana bu komanda, shu yerda mana Nilfar. Ana. Aylashga chiqdik kech bo'lganda. Shu yerda уже konsertlar, festival. Da, xullas ertaga ish ko'p, aylanishga vaqtimiz qolmaydi. Shuning uchun hozir kechasi aylanamiz. Oy, nya, bratan.